Ana kim yana boymoqchi? Moli mulkini son sanog'ini ko'paytmoqchimi? Farishtaning duosini olsin. Erta tongdonoq nafaqa qiling. Erta tongdonoq sadaqa chiqaring, zakot bering, ihson bering. Aytingki, Allohim, payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlari haqdir. U zot la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhadiya. O'zing marhamat qilgansan. U zot bir havodan so'ylamaydilar, havodan gapirmaydilar. Bir so'z aytsalar illa u zotga vahiy bo'lgan haq so'zni, seni so'zingni aytadilar. U zot shunday dedilar. Allohumma a'ti munfiqan xalafan deya bir farishta duo qilar ekan. Rasulullohning xabarlari. Allohim, beruvchiga sen yana bergin, beruvchini molini yana evazini ko'paytib qo'ygin, moliga baraka berib ziyoda bergin dergan. Sendan amin deyman, o'sha farishtaning duosi menga ham yuqsin deng.